Ishini yumasang, mashlab oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? He, ana krasavchi bo'lding. Aking qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz-jiz. Dadang keldi, qis-qis. Ha, o'g'iltoy yarim kechasi qo'y yog'ini yeb yuribsizmi? Otaxon chumiydigan narsangizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'pti. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotni dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman, qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon qildi otaxon. Papa to'yordingiz lekin sizni buyuk kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, maytay plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqing, sen mashina o'tirib tur. Davay pap. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizimchicha yig'ib qo'ygan pulim bor, tashinga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Chiq ekan, seni. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, ertaga kela mana. Olmat, mashina olaman o'ni, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin chetga ol. Mashina olib minib yuraman deyapti-ma. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Irayni hammasi deyman, ko'tarishtonda, hayvon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tellayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshnalaringiz bilan kelmasiz, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sen bezbedroqgina qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Jijji uyalchang ekan-a, dada? Jijji emas, ancha. Dadam bekor chiqdimi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Sela pasta bo'lib ketdi. Hey. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa ditskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaman. Ha, yesanglarchi, endan qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilar chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashinangiz bormi o'zi? Mana bor. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopriz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Ey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizni mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi.